Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizni aziz muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, hozir bizda sotuvimizda teplitsamizda mana shu gullarimiz bor. Lekin hozir ko'rsatadigan gulimiz bu sanseveriya guli bo'ladi. Hozir bu joyda bor sanseveriyamiz. Mana sanseveriya guli, bu sanseveriyamizning foydasi juda ham katta. Ayniqsa detskiy xonalarga qo'yadigan bo'lsanglar, allergiya ham foydasi juda ham yaxshi bo'lgan gul mana shu sanseveriya bo'ladi. Ya'ni qaynatilar, kelin tili deb qo'yishadi. Bu tuvagida 3 tadan. Mana shu gulni olasiz va bolalar xonasiga, o'zingiz xonangizga qo'ysangiz ham bo'ladi buni. Bu misol uchun kecha kunduz kislorod chiqaradi. Ya'ni bu allergiyaga qarshi mana shu sanseveriya bo'ladi. Mana shu gulni olsangiz, xonangizga, bolalar xonasiga albatta qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Nimagaki bu juda kam suv ichadi. O'g'it unaqa qiyin emas. Bu juda kam suv ichadi. Deyarli suv ichmaydi. Bir oyda bir zo'rg'a suv quyib qo'ysangiz bo'laveradi. Bunga ozgina quyib qo'yasiz shunda ham. Ozgina quyib qo'yasiz. Lekin suv quymasangiz ham juda ham yaxshi o'sadi. Dorilar talab qilmaydi bu gul. Imенно o'sha gul boqishni bilmaydiganlar olib boqsa ham bo'laveradi. Zamya kokus bilan imенно sanseveriya mana shunaqa o'sadi, hurmatli obunachilar. Hozir mana yana bu tuvakda hozir 3 tadan, mana shunisi bizda hozir 55 mingdan. Bu tuvakda 3 ta, xolasangiz 3 taga bo'lib oling. Xolasangiz mana shunday qolish kerak. Buni kattaroq tuvakka ko'chirmasligingiz kerak sanseveriyani. Qancha ildizi qisilib tursa, zamya kokus bilan sanseveriya shuncha yaxshi o'sadi bu. Shuning uchun buni imенно sanseveriya bilan zamyani tuvagini unaqa katta qilish shart emas. Buni hozir ko'chiraman, siz где-то litrovый tuvaklarga eksangiz bo'ladi. Hozir bu где-то 700 grammlik tuvaga 1,5 litrlik tuvaklarga eksangiz ham shular rosa zo'r o'saveradi. Buni ildizini qancha qissangiz, shuncha tepasiga bola berib ko'payadigan gulimiz mana shu sanseveriya bo'ladi. Foydasi juda ham yaxshi bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hozir butun O'zbekistonga dostavkamiz bor. Express, Emu, Starex, BTS, Uspostlardan chiqazib yuboramiz. Bizga agarda zakaz qiladigan bo'lsanglar, bemalol mana shu joyga deb telegramlarimiz bor. Butun O'zbekiston deganda hamma viloyatimiz, 12 ta viloyatimiz hammasi kiradi, hamma joyga chiqazamiz. Juda ko'pchilik butun O'zbekistonga desam ham yozadi. Farg'onaga bormi, Qo'qonga bormi, Toshkentga bormi? Hamma joyga bor, hurmatli obunachilar. Chiqazib beraveramiz, faqat dostavka hisobi sizlardan bo'ladi. Biz optim narxda qilib, chiroyli qilib chiqazib beramiz. Agarda gabaritli narsa oladigan bo'lsanglar, ko'p oladigan bo'lsanglar, unda mashinadan chiqazamiz. Agarda 4 ta 5 ta kichkina gullar bo'ladigan bo'lsa, unda pochtadan chiqazamiz. U sizlarga yengil bo'lishi uchun, hurmatli obunachilar. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'on-Tepa tumani, Gayi, mo'ljal Gayi, tuman Gayisi. Bemalol kelsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.